Robiya, bugun shu kasha bo'lib ketgan iplarning hammasini sortirovka qilib o'tira qolgin deb turgandim. Birdaniga ting'itib SMS kelib qoldi. O'qisam срочный zakaz ekan. Manga mana shu jirafani o'zida. Xullas qizim pink jirafa xohlayapti deb, pink jirafa. Endi man tasavvurimga sig'mayapti u qanaqa bo'ladi, endi chiroyli bo'ladimi yo'qmi. Lekin o'zini xohishdagi narsani baribir qildirib bermoqchi edik. O'sha homiladorman, noyabr 15lariga tug'aman deb, o'shanga xuddi senga olib keldi degandek qilib ajdoddan beri so'rayotgan narsasini qilib bermoqchi edik. Da, to'g'ri eshitdinglar. Rozovый jirafa. Man darrov melanajdan o'zim kerakli bilan zakaz qilib olib keltirib oldim. Menga bu zakaz o'zgachaligi bilan juda ham yoqdi va men hozir zo'r chiqadi, hali ko'rasiz dedim. Ular boshda rosa ikkilandilar. Rozovый hech tasavvur qila olmayapman deb, lekin shunda ham mayli qilavering, qizim pink xohlayapti-yu dedilar. Men bu narsaga juda to'g'ri qarayman, chunki har bitta bolachalar dunyoni o'zini xohlagan rangida ko'rishadi. Men ikkala jirafani ham mehr bilan upakovka qilib egasiga tayyorlab qo'ydim. To'g'risini aytsam, boshida o'zimga ham g'alati tuyuldi. Lekin ko'pchilik "Vau, zo'r chiqsa" degan gap aytishdi. Eng muhimi qizaloqlarga yoqsa bo'ldi. Endi chaqalog'imiz dunyoga kelsalar, uylariga borganda akasi va opasiga sovg'a qilib beradilar. Sizlarga shunaqa neobычный roza jirafa yoqdimi?